Umidiga bormiz, qimmatroq bo'lsa deymiz. Umidvor qimmat bo'lsa. Xaridorlar umidvor arzon bo'lsa. Ha, ikki gapimizda bo'lmaydi, xudolar aytgani bilan. Sog' bo'ling. Sizlar o'ziga ishga to'ydi, baba g'aribchilik qiladi, g'aribkor biz. Mollarni qayerdan ketgansiz? Mollarni Qurmoshdan getiramiz. Xo'p, bu yil Purushot qanday edi? Mana Qurbon namoz ham yog'di. Masalan, channon mazasi yo'q. Qimmati bo'lgani o'sha avvaldan bir bu vaqtga ko'p ketdi mol. O'shandan qimmat bo'ldi, o'sha qimmat bo'lib qoldi-da bir qadar. Yil ham yaxshi kelgan. Yillar masal yaxshi edi. O'shandan qimmat bo'lib qoldi. Xo'p, qimmat bo'ladimi, arzon bo'ladimi? Umidiga bormiz, qimmatroq bo'lsa deymiz. Umidvor qimmat bo'lsa. Xaridorlar umidvor arzon bo'lsa. Ha, ikki gapimizda bo'lmaydi, xudolar aytgani bilan. Sog' bo'ling. Abdulamid. Abdulamid aka nima ish qilasiz? Jallovlik qilaman aka. Xo'p, bir Ganj bozoriga kelibsiz. Nima molingiz bor? Qo'y, serka, qo'shqor aka, mana shu mollanmasin bundan. Xo'p, qancha bir nechta sotdingiz? Biz fazla xudo uchta sotdik. Xo'p, Purushot yaxshimi? Yaxshi bo'ladi. Maqsad bo'ladi 7 mingdan to 15 minggacha qo'y bor. Qandoq ajaba? Nima keltiribsiz ajaba birga? Qo'y keltirman. Qo'y keltiribsiz, maşallah ajab qo'y ham bor ekan. Qancha deysiz qo'ydi? Bu qo'yda 10 ming deyapti. 10 ming deysiz. Qancha qildilar hozirgacha? Buni 8,5 ming. 8,5 ming bermadingiz? Yo'q. Nima uchun? Yaxshi qo'yda, semiz. Semiz qo'ymi? Buni o'zingiz olib boqqansizmi, nima raqam? Yo jalloblik qilasizmi? Men jalloblik qilaman. Xo'p. Xo'p, bu qo'ylarni qayerdan keltirasiz ajaba? Qo'ylarni Xo'ja Almordan. Qanday Purushotlar yaxshimi? Yaxshi. Biroz nechta sotdingiz? Bir 3-4 ta sotdim. Xo'p. Arabar namoz endi. Namoz o'tiradi qimmat bo'ladi. Namozga avvallar qimmat bo'ladi, doim shundoqda. Bu yil mollar ham semiz ko'rinadi nazar. Arzon bo'ladi. Bu o'tda maydonda o't. Semiz de mol. Inarci Karabağ bir yakdar cagaladar ya khobaka Inarci Karabağ.